Mana sayohatimiz davomidagi mavzular va manzillarni belgilab oldik. Vaqt mashinasida dastlab Qashqadaryo vohasiga sayohat qilamiz. Qashqadaryo qadimdan ulug' insonlarga beshik bo'lgan ko'hna zamin. Sohibqiron Amir Temurning kindik qoni tomib, voyaga yetkazgan, kurashga otlantirib, ilk zafarlar keltirgan makon ham Qashqadaryo vohasidir. Kuni kecha Qarshi shahrida tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ham ushbu masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Qashqadaryo vohasining Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi ravnaqiga qo'shgan hissasi mavzusidagi anjuman tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Dastlab mazkur ilmiy anjumanni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad xususida muxtasargina to'xtalsak. Birinchidan, 2700 yillik tarixga ega Qashqadaryo vohasining Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi tizimiga qo'shgan hissasini aniqlash. Ikkinchidan, qadimgi va antik o'rta asrlar davri, shuningdek Sovet davri va mustaqillik yillarida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlarni ilmiy jihatda tadqiq etish. Uchinchidan, olingan ilmiy natijalarni ta'lim-tarbiya, targ'ibot, tashviqot ishlarida ta'sirchan To'rtinchidan esa jamiyatda milliy o'zlikni anglash hissini mustahkamlashda xizmat qiladigan tarixiy tafakkurni tarbiyalashdan iboratdir. Tadbirda ta'kidlanganidek, Qashqadaryo vohasi rivojining tarixiy bosqichlarini eng avvalo yurtimiz va mintaqada qadimdan yuz bergan turli ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy jarayonlar mohiyati va o'zga xosliklardan, shuningdek insoniyat sivilizatsiyasi tajribasidan kelib chiqqan holda o'rganish va aniqlash zarur. Masalan, aytishimiz mumkin, qoya toshlarga chizilgan rasmlar Siypantoshda, Chiroqchi tumani Quruqsoy hududida joylashgan Siypantosh yodgorligida eng birinchi tosh davrida chizilgan qoya tosh suratlari bor. Bu suratlar o'xra rangida chizilgan va uni ayollar chizgan. Men uni uzoq yillar tadqiq qilganman. Mana shu tadqiqotlar jarayonida bundan 18 ming yillar burun ayol kishilar ov manzaralari, keyin shu bilan birgalikda insonlar, o'sha davrda yashagan jonzotlar, tabiat manzarasi, ov qilish manzarasi, uni texnologiyasi, ov qurollari kabi suratlarni ayollar bir g'orlarda chizgan va bunday suratlar juda ko'plab Qashqadaryoda uchraydi. Bu eng qadimiy san'at namunalari. O'z navbatida ushbu qoyatosh suratlari ham hududda qadimdan madaniyat, san'at rivojlanganligini isbotlaydi. Shuningdek, anjumanda arxeologik yodgorliklarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida musiqiy asboblarning qadimiy turlari topilgani e'tirof etildi. Masalan, Yerqo'rg'on va Keshda topilgan haykalchalarda ayol kishining musiqiy asboblarda kuylayotgani aks etgan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha eng qadimgi davrlardanoq o'zbek xalqini bir uzviy qismi bo'lgan, alohida bir tarixiy madaniy hududga ega bo'lgan Qashqadaryo viloyatida, demak, san'atni ham, maqom san'atini, shu bilan birgalikda rang tasvir san'atini rivojlanganligini ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa, bundan 2700 yillar burun paydo bo'lgan, shakllangan madaniyat maskani sifatidagi Sangartepani olib qaraylik. Hozirgi vaqtda yangi tadqiqotlarga ko'ra Sangartepa eng qadimiy zardushtiylik ibodatxonasi bo'lib chiqyapti. Bu ham xuddi Xorazm hududidagi o'sha qo'y qirilgan qal'a kabi dumaloq shaklga ega va u yerdan ko'plab astadonlar, zardushtiylik diniga tegishli astadonlar topilgan. Xalqaro ilmiy anjumanda xitob qilinganidek, islom sivilizatsiyasining muhim madaniy markazlaridan biri Nasaf bo'lgan. Ushbu shaharda o'zining boy merosi bilan dunyo sivilizatsiyasi rivojiga munosib hissa qo'shgan ko'plab allomalar tahsil olgan. Imom al-Buxoriydek odam Nasaf madrasasida o'qib odam bo'lib butun dunyoga yangragan kelgan. Ya'ni salohiyati juda baland bo'lgan bu yerda. Keshga keladigan bo'lsak, o'nlab, undan ham ko'p keshiylar, naqshabiylar dan qolgan yozma manbalar, fanlarni, ilm fanni turli tumani, diniy, dunyoviy, adabiy sohalarda kesh bilan naqshaba ahamiyati katta bo'lgan. Yevrosiyo davlatlari tarixida ko'chmanchi madaniy xo'jalik yuritish omillari Qashqadaryo vohasi shaharlari tuzilishidagi an'anaviylik va o'zgarishlar, Buxoro amirligi davrida Qashqadaryo bekligining ijtimoiy siyosiy jarayonlarda tutgan o'rni kabi qator dolzarb masalalar ham ilmiy anjumanda muhokamalar markazida bo'ldi. Iskandardan keyingi davr, Kanguy davri deymiz, juda kattakon davlat bo'lgan. Poytaxti Qal'ai Hokimaron. Buni siyosiy ahamiyati
Sirdaryodan boshlab, Farg'ona vodiysidan boshlab turib Xorazmgacha. Buyog'i Bakteriya chegarasi, Termizgacha, buyog'i Turkmanistongacha egalik qilgan katta bir davlat bo'lgan. Nomi Kanxa. Kanguy Xitoy manbalarida. O'rta asrlarning yozma manbalarida mana shu hozirgi Qashqadaryo hududida 16 ta yirik shaharlar mavjud ekanligi haqida yozma manbalar bor. Bugungi kunda ana shu shaharlarni arxeolog jihatdan tadqiq etish haqiqatan ham yozma manbalarda mavjud bo'lgan shaharlarni haqiqatan ham mavjudligi, uni strukturasi, u yerdagi xalq xo'jaligi, uni madaniyati kabi masalalarga to'liq javob beryapti va bugungi konferensiyada aynan mana shu masalalar muhokama qilinadi. Xalqaro ilmiy anjumanda yosh olimlar, izlanuvchilar, magistrant va iqtidorli talabalar anjuman yo'nalishiga mos ma'ruzalar bilan ishtirok etishdi. Konferensiyada men Qashqadaryo vohasida kasbi qo'rg'oni, kasbi ziyoratgohi tarixi mavzusida chiqish bilan chiqyapman. Bu e'tiborli tomoni shundan iboratki, kasbi Qashqadaryo vohasini antik davr tarixi bilan bog'laydigan bir juda noyob topilmalar chiqayotgani bilan ahamiyatlidir. Yaqinda topilgan topilmalar shuni ko'rsatadiki, bu yerda hattoki qadimiy irrigatsiya vositalari, hozirgi tilda aytganda kanalizatsiya, quvurlar chiqayotgani bilan bu Qashqadaryo vohasini eng qadimgi maskanlari ekanligini isbotlab ko'rsatib turibdi. Ushbu xalqaro ilmiy anjumanni tashkil etishda Markaziy Osiyo va Turkiy dunyo mamlakatlaridagi ta'lim va ilmiy muassasalar bilan yaqindan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Ko'tarilgan mavzu va masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.